Bizim mana biza ishxonada ham ana o'sma qo'yamiz. Go'zal xonang. Bu go'zal xonang. Go'zal bo'g'itga oti yana. Go'zal xonang. Go'zal bo'tingiz mana ham qo'ying. Qaliroq qo'yib oling. Bo'la, bo'ldi, lo'lilarga o'xshab ketding. Qop-qora bo'lib ketdi. Shunaqa. Bo'ldi. Mana. O panaga turib olmang. Ha, bu. Mana bu Sanobar opa. O'smani mana qo'yiz, mana nihoyatda go'zal. Bizdan yosh katta bo'lsa ham, lekin bizdan yosh ko'rinadi. Go'zal maqtan. Lekin sababini bilmayman nimagaligini. Paxta qo'ymaydi. Yo, bu paxta qo'yish emas. G'ururi bor-da, oyizni g'ururi bor-da. Meni chiroyli qilib qo'ydi. Ana men bu peshonangizdagi yurecha bo'lib qopti. Sanobar opa. Ana to'kilgan toshlari bor-ku. Yurek mana bu tarafda. Mana bu tarafda. Ana Zumrat va qimmatda mana bo'yab tashlaydi, bilasizmi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Rahmat, salomat bo'linglar. Nega?